Assalomu alaykum, mana YouTube tomoshabinlari. Navbatdagi darvozamiz Samarqand viloyati Urgut tumaniga o'rnatildi. Kimga mana shunday darvozalar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastlabkisi bepul. 2 ligli sistem bo'lgan. Kvadrat metri 1 million so'mdan. 2 qavatda tarqillamay ovozi chiqmay turadi. Qachondir masalan bu narsa qo'yaman deysiz, boshqa qo'yaman deysiz, yo siz bo'lmagan vaqtingiz bu jiyanchalar biron narsa qo'yib menga siz bo'lgan pulni tegib